Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar va bizning Dior Plus do'konining ashaddiy obunachilari. Yana men sizlar bilan birgaman. Ko'plab savollar berilyapti. Nimaga reklamalar qilmay qo'ydingiz? Dior do'koningizda bo'lmay qoldingiz deganlar uchun albatta biz boshqa sohalarda ham ish faoliyatimizni davom ettiryapmiz. Va esa sizlar uchun, obunachilarimiz uchun, kuzatuvchilarimiz uchun Dior Plus va Dior do'konlariga yangi modellarimiz keldi. Xudo xolasa mana shu yangi modellarni birma-bir chiqarib sizlar uchun arzor qilamiz. Yangi kelgan eng zo'r modellarni sizlar uchun, albatta obunachilarimiz uchun skidka narxida qo'yib beramiz. Bizdan uzoqlashmay, eng zo'r modellarni siz faqat Dior va Dior Plus do'konlaridan xarid qilishingiz mumkin.